Assalomu alaykum hurmatli Biogomus Kaliforniya chuvalchang muxlislari. Mana bugun klientlarimizga biogomuslarni xaltalab upakovka holatda keltirib beramiz. Inshaalloh klientlarimiz chiqqan mana shunday biogomuslar Kaliforniya chuvalchanglari qiziqayotgan o'rtoqlar like tugmachalar bosib qo'yamiz. Videomiz keng tarqalishini o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Mana shunday sifatli biogomuslarni Kaliforniya chuvalchanglar qanday ko'paytiradi sirlarini o'rgatib o'tamiz. Mana shunday tayyor biogomuslarimiz bor. Ana shunday xaltalarga solib upakovka holatga keltiramiz. Endi sifatli 100% granul shaklida biogomuslar tayyor bo'lgan. Qiziquvchi o'rtoqlar, mana shunday biogomuslar tayyor sirlarini o'rgatamiz. Qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyada qoldirasizlar. Mana shunday batafsil tushuntirib o'tamiz. Mana shunday o'ta sifatli biogomuslar tayyorlashdi. Shunday qiziquvchi o'rtoqlarga o'rgatamiz. Maslahatlar mutlaqo tekin. Mana shunday videomizda har xil kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga va ekran nomerlarini qoldiramiz. Nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Batafsil tushuntiramiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.